Mana shu videoni bitta ko'ringlar-da. We met like 2 years ago in this climate summit. Bu videoda ko'rganlaringiz zamonamiz qahramonlari desak bo'ladi, bularni olqishlasak bo'ladi. Bittasi Kaliforniyani gubernatori va meri bo'lajak, men kutayotgan bo'lajak Amerikani prezidenti, ikkinchisi Pedro Sanchez, Ispaniyani bosh vaziri. Nimaga aynan bular bugungi kunimiz qahramoni desak bo'ladi? Hozirgi olib borilayotgan johil siyosatga qarshi tura olayotgan va ularga qarshi o'z fikrlarini bildira olayotgan bu ikkita shaxs. Xabarlaringiz bor, Pedro Sanchez G'azoni qo'llab-quvvatlab ham juda ko'p chiqishlar qilgan va yaqinda Amerika Eronni urush uchun Ispaniyadagi harbiy bazalardan foydalanishni so'raganda aynan Pedro Sanchez buni rad etgan. Amerikadan turib esa Kaliforniya gavernori butun amerikaliklarni Trampga qarshi va Tramp qilayotgan insoniyatga qarshi qilayotgan jinoyatlariga qarshi turishga chaqiryapti. Ya'ni bu ikkala shaxsni olqishlab qo'ysak arziydi.